Shu mashina esingizda bor, bitta ayol kishi umraga ketayotganlarida farzandlari bilan ag'darilib ketuvdilar. Mana shu videoda ko'rgan ayolinglarni radnoy ukalari bu mashinani bizga olib kelib murojaat qiluvdilar. Ya'ni Bobur akam, buni arzon bo'lsa ham ishimni bitkazib bering devdilar. Buni savob uchun fonni tekinga qilib beramiz deb olib qolib sizlarga ham e'lon beruvdik. Bunda sizlarning ham haqqinglar bor. Videoni yo'richasini qizartirib qo'yib, profilga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlayapsizlar. Avtodoktor brendimizda bizani ishimiz rivojlanyapti. To'g'ri, Instagramdan ko'pchilik yozyapti. Mashina mana tayyor bo'lgan. Bizani ham mashinamizni xuddi shunaqa proyektda, aka, tekinga qilib bering, imkoniyatimiz yo'q deyapti. To'g'ri tushuninglar. Men o'zimni bilasizlar, har bir oyda bitta insonning mashinasini shunaqa savob uchun ishlarini bitkazib beraman. O'tgan oyda mana Bobur akamnikini bitkazib berdik. Bu oy endi qo'llab-quvvatlab tursanglar, sizlar yurechani yana qizartirib, obuna bo'lib, fikringlarni bildirib yozib tursanglar, xudo xolasa bu oy ikkita insonning ishlarini bitkazib beramiz. Xuddi shunaqa qilib ishlarini chotki qilib bitkazib beramiz. Bobur akamga o'xshab sizlar ham duo qilib turasizlar. Bu mashinani Bobur akamning videolari